Endiki mavzumunda hürmetli vatandaşım, Amerika Qo'shma Shtatlari g'arbiy qirg'oqda dengiz harbiy bazasiga strategik raketa o'rinlashtirib, bevosita ozodlik armiyaga qaratdi mavzuli xabar 5-ayning 20-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çavşan yaqindan beri özlüksüz raketasını qilib, xalqaro jamiyatning diqqatini Çavşan yerim orlig'i markazlashtirilgan bir paytda Amerika Jungo o'rtasida harbiy ishlar bo'yicha elishish hargiz to'xtab qolmadi. Rossiya matbuotlarining xabarlariga asoslanganda Amerika dal hozir g'arbiy qirg'oqdagi harbiy bazaga strategik raketa o'rinlashtirib, tig'uvchini Jungo chegarasidagi yadro qurollarini qo'yib berish sistemasiga bevosita qaratdi. Amerika armiyasi faraz qildi. Ozodlik armiyaning raketadan avval signal berish iqtidori chekli. Shuning uchun dengiz harbiy bazasidagi strategik raketalardan jonliq foydalanib, ozodlik armiyaning yadro qurollarini qo'yib berish sistemasiga zarba berib, Jungoning yadro qurollarining osmonga ko'tarilishini palach holga tushirib qo'yishni maqsad qiladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. So'q munosabatlar urushi mezgilida Amerika strategik harbiy qurollarni G'arbiy Tinch okean qirg'oqlaridagi davlatlarga o'rinlashtirgan. Endi hozir Amerika armiyasining asosiy kuchi strategik suv osti parxodni Tinch okean o'rinlashtirishga yuzlandi. Amerika davlat ichida Amerika armiyasi dal dengiz harbiy bazasi strategik supsini, ya'ni raketa ve yadro suv osti parxodiga munosabatli aslahalarni o'rinlashtirishdan eg'irlik nuqtasini sharqiy qirg'oqdan Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining g'arbiy qirg'oq tarafiga, Osiyo Tinch okean tarafiga yo'tkadi. Amerika o'tirg'i chiqargan yangi harbiy ishlar strategiyasida Jungoga qarshi yadro urushi loyihasi tangshash elib bor. Jungoning raketalarini to'sib oladigan raketa sistemasi taraqqiy qildirgandan boshqa Amerika armiyasi boshqarilgan bomba orqali ozodlik armiyaning yadro qurollarini qo'yib berish supsiga zarb berishni o'ylashdi. Shundoq bo'lganda Jungoning strategik raketalari osmonga chiqishga chorasiz qoldi. Chunki yoshiron nishonga ilish raketalari jonliq harakatchan. Amerika armiyasi Jungoning yadro qurollarini qo'yib berish supsiga yiroqdan zarb berishda ko'ngildagidek qurol deb hisoblaydi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 5 burjaklik bino Jungoning yadro kuchidan izchil ansirab keldi. Amerika armiyasining faraz qilishiga asoslanganda Jungoning bir necha yuz yadro raketalari ichida bir necha 10 dona Amerika quruqligiga yetib keladigan masalan Hawaii, Alyaska hamda Tinch okean qirg'oqlaridagi joylarga yetib keladi. Amerika an'anaviy fondi jamiyati va shirkat tadqiqoti bilim xazinasi Jungoning yadro qurollarini cheklash to'g'risida taklif berdi. Shuning uchun Amerika raketadan mudofaa kirish sistemasini qurishga faol kirishib keldi. Mayli bu yerda yoki Yevropada, Osiyoda Jungoning yadro kuchlariga tahdid paydo qilmoqchi bo'ldi.